Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan arab raqamlarini o'rganamiz. Arab raqamlarining yozilish ko'rinishini. Demak, qo'llanmamizda 6-darsga kelgandik, 6-sahifaga. Shunda mana arab raqamlari berib borilgan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Endi mana shuni biz o'sha Word ko'rinishida yozdik va buni PDF ko'rinishida ham sizlarga tashlab beramiz. Demak, birinchi mana 0 bitta nuqtacha bo'lar ekan, ichi bo'yalgan holatda. Buni boshqa raqamlar bilan qo'shilib kelishini ham yana o'rganamiz. Bir raqami mana shunaqa ko'rinishda. Ikki raqamining ko'rinishi, e'tibor beringlar, mana bu yerda bitta to'g'ri chiziq, mana bu yerda yana bitta o'sha chiqqan joyi bor. Mana shu joyi bilan yuqorisini sanasangiz bitta cho'qqicha, ikkita cho'qqicha, shu bilan 2 raqami hosil bo'ladi. Endi 3 raqamida juda oddiy, mana 3 ta cho'qqicha bo'ladi. Mana shu 3 ta cho'qqichasi bor bo'lsa, demak bu 3 raqami. 4 raqamining ko'rinishini e'tibor beringlar. Bizda 3 ta teskari ko'rinishiga o'xshaydi. Demak, mana shu 4 raqami hisoblanadi. Endi 5 raqamini e'tibor beramiz. 5 raqamini mana shunaqa holatda yozilgan. Demak, tomchiga o'xshab turadi 5 raqamimiz. 6 raqami endi mana bu cho'qqichasi bu tarafdan chiqqan bo'ladi. E'tibor beringlar, 2 raqamida mana bu yoqqa qarab chiqqan bo'lsa, 6 da bu yoqqa qarab chiqqan bo'ladi va mana kengroq shaklda yozilgan 6 raqam, ozroq cho'qqisi bor. 7 raqamning ko'rinishi demak, rim raqamlariga ham o'xshaydi. Mana bu 8 raqam ham xuddi shunday rim raqamiga o'xshaydi. Xo'sh, 9 raqam o'zimiz 9 bilan deyarli bir xil, faqat tegi mana bunaqa nima bo'lmagan, pastda aylanish, yarim aylanish shaklda kelmagan, to'g'ri tushgan. Endi raqamlarning yozilishiga e'tibor beringlar. Raqamlar chapdan o'ngga qarab yoziladi. Xuddi mana o'zimizda o'zbek tilidagidek chapdan o'ngga qarab yozsak, raqamlar ham xuddi shunday chapdan o'ngga qarab yoziladi. Demak, mana bu 1 raqami, mana bu yerda 0 raqami. Ikkalasi qo'shilganda 10 raqami bo'ladi. Demak, chapdan o'ngga qarab yozamiz va o'qiymiz. Va mana bu yerda mana o'quv markazimiz telefon raqami o'zbek tilida yozildi. Mana shuni arab harflarida, arab raqamlari bilan yozilgan shakli. Mana bu yerda plus belgisi 9 9 8 7 7 3 1 6 6 3 3 3. Demak, mana shu shaklda yoziladi. Arab raqamlarining yozilishi, demak, chapdan o'ngga qarab, ya'ni o'zbek raqamlari bilan bir xil shaklda yoziladi. Demak, siz yana mana bu raqamlarni o'zingiz o'sha uy telefon raqamlaringiz yoki o'zingizning telefon raqamlaringiz bilan yozib mustahkamlashingiz mumkin va yana o'sha Telegram guruhlarimizda qo'shilib biz bilan birga darslarni mustahkamlashingiz mumkin.